Akadan oldin singil erga tegsa. Dilboz bitta choy qo'y. Hay, shu akam jonimga tegib ketdi. Choy. O'g'lim, sening soch kelyapti. Erga bermasangiz bo'lmaydi. Ya, buni erga bersangiz erini urib o'ldiradi-ku. Qizni tengi chiqsa teginga ber deganlar, o'g'lim. Kete, men o'ttiz kirmayman. Ana o qiz endi 18 ga kiradi. Qana uni erga berasiz, men uylanmaganman. Qana o, vijdon. Baribir singling erga beramiz. Bir haftadan keyin to'y. Tamom. Dadish, bir haftadan keyin to'yingiz. Hamashacham, barib berishdimi senga? Hamid Vitcha. Qutuldim. Balki qiz bo'lib tug'ilsam edi, men ham tezroq to'yim bo'laydimi? Jannatim qaynakam. Singizni o'qiyib o'qtirib bergan shu rahmat. Uka nechinchi yilsan? 2007. Hay billah. Men maktabni bitirgan paytim endi tug'ilgan ekaningda qara. Rahmat. Nerdan chiqish eshigi? O'ting to'yga. To'y ham zo'r o'tdi-da, qutuldim. Siz qutulsiz, men tutildim. O'g'il to'yni ma'qul qiling. Qo'y parma qash qilgan men siz beraman. Ding. Singlimda qadri o'tibdi-ku, o'zi zahar bo'lsa ham shu ishlarni qilaydi-da. Yosh qo'liga ketib qoldi. Men bera onamning kiyimlarini yuvaman, singlim borib erini kiyimini yuvib yotdi. Qanaqa dunyo bu? Bekka bacham, men seni ham to'yini qilamiz. Menga xotin nima kerak? Kirlarni yuvib bilsam, ovqat qilib bilsam, ko'chani supurib bilsam, bo'ldi xotin kerak emas. Ha, bo'lmasa bitta choy damla. Qora choy icholmadim, asal choy icholmadim seni qo'lingdan.